San'atni sevgan qalblar uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabi 2026-2027 yil o'quv yili uchun san'atga ishtiyoqmand, iqtidorli yoshlarni o'qishga taklif etadi. Siz quyidagi yo'nalishlardan birini tanlashingiz mumkin. Drama teatri va kino aktyorligi, qo'g'irchoq teatri aktyorligi, xalq raqsi ijrochiligi, xor dirijorligi, an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, madaniy ma'rifiy tadbirlarni badiiy bezash, musiqa nazariyasi, fortepiano ijrochiligi, damli va zarbli cholg'ular ijrochiligi, xalq cholg'ulari ijrochiligi, estrada cholg'ulari ijrochiligi, torli cholg'ular ijrochiligi. Agar siz bolalar musiqa va san'at maktabini hamda umumta'lim maktabining 9-sinfni tugatgan bo'lsangiz, sizni aynan shu yerda kutamiz. O'qish muddati 2 yil. Ta'lim tillari o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Bitiruvchilarga davlat namunasidagi diplom beriladi. O'quvchilar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Hujjatlar 2026-yil 1-iyundan 2026-yil 1-iyulga qadar qabul qilinadi. Qabul ijodiy sinovlar asosida bo'lib o'tadi. San'at sari ilk qadamni bugun qo'ying. Kelajagingizni sahnada yarating. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, iste'dodlar maskani.